Qizlar, sizlarga simola haqida ozgincha tushuncha bermoqchiman. Bu simola qotib qolgandi. Men salgina suyuqlik soldim. Yumshatadigan mana bu joylar kraska, mani qo'llarim ham simola bo'lyapti. Men sizlarga oxirigacha qilmoqchi edim, keyin darslik esimga tushib ketdi. Men ruchkaga ahamiyat bermaysizlar. Narsa bo'lakda ruchka soldim. Mana qotib qolgan simolani yumshatib beradi. Bu hali uncha yumshamadi. Mana bu 45 ml turadi. Bu 40 gramm bo'ladi. 40 ml bo'ladi grammish. Mana oxirigacha bo'lmas ekan. Arzimas ekan puliga. Shuning uchun qotmaydigan simola olgandinglar ma'qul. Mana buni ham hammasi solamiz. Mana o'zi reaksiyaga kirishadi. Mana yumshab qoldi qizlar. Yumshoqqina bo'lib qoldi. Simolani shunaqa qilib yumshatib olsak bo'lar ekan. Manda yana bitta bor. Ikkalasini bitta qilsam ekan deb turman. Mana bu. Bu hali yumshamadi. Oxirigacha yumshatyapman. Yumshatib, ikkalasini bitta qilib yuboraman. Sal qolsa ham hech narsa qilmaydi. Ishlataveraman qizlar. Mana ko'rdinglarmi qizlar? Shunaqa qilib yumshatamiz. Bu lekin ichida ozgina bo'lar ekan. Juda xavfli suyuqlik, hidi ham menga yoqmadi вообще. Yoqimsiz hidi. Bu simola hidi ham menga ma'qul kelmadi. Shuncha qimmat bo'lsa ham narki simoladan olganinglar ma'qul deb o'ylayman. Ikkalasini bitta qilamiz. Ana simol boshlayapti. O'zingiz sizga o'tirib. Qizlar keyin bu simola puliga ham arzimaydi. Tez tugaydi qizlar. Pulga umuman arzimaydi. Shuning uchun qimmat bo'lsa ham o'sha narigi qimmatidan olganinglar ma'qul. Sizlarga maslahatim. Xudo xolasa men zakazlarim kelsa sizlarga ko'rsataman, obzor qilaman. Men o'sha simoladan zakaz berganman. Sizlarga obzor qilaman. Ko'rasizlar. Mana ikkalasini endi aralashtiraman. Qizlar. Aslam. Shunaqa yumshoq bo'ldi. Vafot etgan bo'lsa xo'sh. ishni tamomladinglar. Ha, hozirgina. Bemor tirik holda